Men o'sha Bo'ston ko'chada nima soyda bo'yida dachalar bor. Qayerlisiz o'zingiz boshda? O'zingiz qayerlisiz? Men Vadilliman. Aha. Men soyda bo'yida aylanib turdim. Bitta kampir bilan kelinchi yurishdi o'sha soyda bo'yida bo'lsa hech kim yo'q. Lekin u tomonda boshqa dacha ham yo'q. Bizdagi o'zi oxirlaqi dedi. Lekin qayerga ketyapsizlar? Bizdan nima? Asta u nima daraxtlar tagida dam olib ketamiz deb ketishdi. Lekin ha mayli dedim, hech orqalaridan qarasam, haligi kampirga qarab yuring, tez yuring deb nima qilib ketishdi. Qo'llarida unaqa narsa ham yo'q. Bitta qalaqan setka bor edi, xolos. Ya'ni produktda ovqat yeyishga nima demoqchiman-da, dam olib o'tirgani ham. Men uni bilmayman, hozir telefonimga chiqilib turib, hali kanalda shunaqa qiz yo'q, Farg'onada oqsoq kelin ekan deyishdi. Ash kelin shunaqa oqsoqlab ketdi-da. Endi siz masalan rasmini ko'ryapsiz, o'sha qizlarga aminmisiz? Betini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Chunki men o'zi videolarda aytayapti, bu videolarini sarson qilmasi kerak-da, hali taxmin narsaga. O'zbekistonda go'zal bahor oxiriga yetmoqda. Saudiyada esa Saudiyaga sayohatlarimiz yakunlanmoqda. Sizlarni so'nggi reyslarga taklif qilamiz. Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar 14-aprelda Toshkentning o'zidan O'zbekiston havo yo'llarida to'g'ridan-to'g'ri parvozlarimizga taklif qilamiz. 4 yulduzli shinam mehmonxonalarimiz, 3 mahal o'zbek milliy taomlar, Saudiya Arabistoni uchun ajoyib sayohat. Hoziroq qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Meni ko'rib turgan hurmatli mana obunachilarim, yaxshimisizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Bugun hozir men kanalda bo'yna video qilmayapman, chunki mana endi xudo xolisa bizda mana harakat bor kanal tomon yurishga. Bugun xudo xolisa bir yangilik bo'lib qolsa, inshaalloh ertalabda video qo'yibman. Duo qilinglar, inshaalloh bugun hech bo'lmasa bir yangilik bo'lsin. Bittadan like, bittadan kommentariya nimaga salang, shu videomiz keyinroq tarqalsin. Chunki ko'proq odamlar ko'rsa, xudo xolisa mas'uliyat sezsa juda yaxshi bo'lardi. Hurmatli aziz obunachilar, inshaalloh bugun ham yangilik bo'lib qolsin. Endi mana videoni boshida ko'ryapsizlar. Mana shunaqa insonlar juda ham ko'payib ketdi. Men shu videoni shular uchun qilyapman. Mana o'zlariga ham hattoki shu jiyanlar nomini qoldiryapman ekan. Har xil joylardan telefon qilib gumon bilan biz Andijondan ko'rdik. Bitta opa mana hozir ko'ryapsizlar. Men deydi o'sha o'zimiz Farg'onaning Vadil tomonidan ko'rdim. Mana shunaqa gumonli narsalar juda ham ko'p. Bu insonlar mana shu yerda turibdi o'zi. Kanalda bo'yib yursinmi, aqa borsin, baqa kelsin. Juda ko'pchilik kelib quruqlikdan izlaylar. Endi Alloh taoloning o'ziga yozgan taqdiri, Alloh taolo kimni qalbiga nimani solsa, inshaalloh shu bo'ladi. Bizni qo'limizda bas obunachilar. Endi quruqlikda izlaylar deyapsiz, qattiq izlaymiz endi. Biz ham masalan shu qizimiz o'zimiz bitta kameraga chiqqan xolos, mana endi kameralar qo'yishdi. Xudo xolisa men bu videoni nima qilyapman? Masaqa hozir telefonim har kuni menga mashaqalar telefon qiladi. Kimdir men folbinman deydi, kimdir mashaqa ko'rdim, u ko'rdim, bu ko'rdim. Iltimos, meni ko'rib turgan aziz opalarim, akalarim, dalillaring, faktlaring bo'lmasa, u sizlarning gumonlaring odamga o'xshaydi. Bechoralar kecha Andijonda yurgan, Bo'stonda. Ular hozir uni rasxotini aytdilar. Gaz qo'y Andijonga borib kel, yana baqaki. O'zi mana shu yerdan buni rasxot bo'lyapti bularda. Shuning uchun iltimos qilaman, bema'ni, beta'sir, talib, xayollaring kelmagan bo'lsa ham o'zlar o'ylaylar. Bitta sizlarni uyda o'tiribsizlar, Toshkentni siz bitta qandoqchizni ko'rdim, lekin aniq bas, u bir tekshirib ko'rasiz, biz Toshkentga bormaysiz-ku. Shuni iltimos qilaman. Anvar akam aytdi, agar ras ko'rgan bo'lsalaring, o'zlar harakat qilinglar. Kecha bitta aka telefon qilyaptilar, Andijonda Xalq bankida kelib kamerani ko'tarib ko'rmaysizlarmi? Siz uning o'rniga yordam qilishni o'rganinglar. Masalan, sizlar uzoqdasizlar, bular Farg'onada, sizlar Andijonda, kimdir Namanganda. O'sha o'rniga sizlar bor, shunaqa vaziyat bo'lyapti. Iltimos kamerani ochib beringlar deb, haqiqatda o'z gumon ko'rib shuni, shu ekan deb rasmga olib tashlab bizga mana shu yerda ekan desalaring, bu boshqacha bo'ladi. Ha, ular bechoralar aqa bor, baqaka o'zi batda kanalda bo'yda ashincha ish turibdi-da. Shuning uchun iltimos qilaman, mana shunaqa gumonli narsalaringga ko'pchilikni ovora qilib qo'ymanglar. Shunga iltimos qilaman. Kimdir yana folbinman deydi, u qildim, bu qildim. Biz Alloh taologa ishonamiz xolos. Iltimos qilaman. Alloh taolo qalbiga nimani yozgan bo'lsa, peshonasiga nimani yozgan bo'lsa, inshaalloh hamma shuni ko'raversin. Sizlardan iltimos, folbinlar, menga telefon qilmanglar. Bu meni Saudiyaga, ya'ni o'sha Saudiyaga sayohatimizning nomeri xolos. Bu bunaqa folbinlarni ochadigan nomer bo'lmasa, anaqa nomer bas. Shuning uchun iltimos qilaman, adashib qolmanglar, shu nomerga telefon qilyapti.
Bo'lmasa videomizni ko'ramiz, duo qilamiz inshaalloh bugun topilib qolsa, yangilik bo'lsa inshaalloh. Rahmat, sog' bo'linglar.